Bugun dunyo tez o'zgarmoqda. Global raqobat sharoitida mamlakatlarning ertangi taraqqiyoti avvalo ta'lim sifati bilan belgilanmoqda. Jahon bank tahlillariga ko'ra, yuqori daromadli mamlakatlarda inson kapitali o'sishining taxminan 60-70% ta'lim sifati va bilim darajasi bilan bog'liq. Shu bois bugun yurtimizdagi prezident maktablari nafaqat O'zbekiston, balki xalqaro maydonda alohida o'rin egallab bormoqda. Bugun Farg'ona prezident maktabi haqida so'z yuritamiz. Farg'ona prezident maktablarining bugungi hayoti bilim, intilish va yuqori maqsadlar bilan to'la. Bizni maktabimizda kim qayerga topshirishi uchun birinchi yilda bitirgan qaldirg'ochlarimiz o'zi maktab yaratib bo'lishdi. Siz o'zingizni potensialingizni, kuch-quvvatingizni mana shu xalqning rivojlanishi uchun sarflashingiz kerak. Prezident maktabi menga hamma narsa berdi deb o'ylayman. Menga to'g'ri tarbiya berdi, bilim berdi, sharoitlar berdi. Ustozlarimiz aytishgan, sizlar O'zbekistonni oltin boyligisizlar. Sizlar agar chet elga ketyapsizlarmi, mana shu O'zbekistonni butun o'rinni olib ketyapsizlar va O'zbekistonni boshqa davlatlarga ham tanishlaring kerak. Garvardga kirish eng katta maqsadim. 5 yildan berisi prezident maktabida faoliyat yuritayotgan bo'lsam, har jabhada ko'rishimiz mumkin bo'lgan o'zgarishlardan eng kattasi bu ta'lim tizimidagi bo'lgan o'zgarishlar. Prezident maktablarini ochilishini o'zi eng katta yutuq va yangi yo'nalish, yangi dunyo uchun ochilgan eshik qadam bo'ldi deb bemalol aytsak bo'la oladi. Nafaqat o'quvchilarimiz uchun, balki biz ustozlarimiz uchun ham o'zimiz ustimizda ishlashimiz uchun yangi bag'rikenglik, dunyoqarashimizning o'sishi, nafaqat o'z fanimiz ustida, balki umumiy fanlar ustida ham ishlab, o'sha darajamizni balandlatishimiz uchun pillapoya vazifasini ham bajarib kelyapti. O'quvchilar nafaqat o'qituvchilardan bilim oladi. Vaqti kezi keladiki, ustozlar ana shu yangi dunyoqarashli o'quvchilardan ham biz o'zimizga yarasha o'rganadigan narsalarimiz, ilmlarimiz bor. Bugungi kunda prezident maktablari O'zbekiston ta'lim tizimida strategik ahamiyatga ega loyiha sifatida qaralmoqda. Bu maktablar orqali milliy ta'lim xalqaro standartlarga moslashtirilmoqda. Maqsadlarimga erituvchi yo'l faqatgina prezident maktabi bo'ldi deb o'ylayman. Chunki menga o'sha darslar o'tilishi juda yoqadi. Ya'ni darslar payti ba'zida ustozlar bizga dars o'tishni vazifa qilib berishadi. O'z sinfdoshlarimizga prezentatsiya orqali taqdim etib, tushuntirib beramiz. Bu metodika menga juda qo'l keladi. Ya'ni imtihonlarga tayyorlanishda baribir boshqa o'quvchilarga, tengdoshlaringizga tushuntirsangiz, ancha esingizda qolib ketadi va imtihonlar paytida ham ancha yuqori ballni olishga yordam beradi. Maktabda eng yoqadigan taraflaridan biri bu erkinlik. O'ziga xos fikrlash jihati, noan'anaviy fikrlash, o'quvchilarning mas'uliyatliligi, atrofingizda hamma ilm bilan shug'ullanadigan, dunyoqarashi keng odamlarning borligi, ilm ummonida bemalol suza olishingiz, imkoniyat darajangiz kengligi, bunga hech kimni qarshi emasligi, o'zingizni erkin qo'ygan holatda iqtidoringizni, qobiliyatingizni, talantingizni ochib bera olish tarafi eng yoqqan jihati. Biz ustozlarni ham bu narsa o'zimizni iqtidorimizni ko'rsata olishimizga, bolalarga bemalol bilim bera olishimizga sabab bo'ladigan shart-sharoitlar eng yoqqan tarafi deb ayta olaman bemalol. o'n 12 nafar o'quvchi bitta sinfimizda, blue va green sinflari bo'ladigan bo'lsa, 24 nafar o'quvchi dars paytlaridan keyin, darslar tugagandan keyin tarbiyachi pedagog nazoratda bo'ladilar. Bevosita maktabimizda kameralar mavjud. Bular men telefonimga ulangan. O'quvchilarni nazorat qilishdan hech qachon charchamayman. Sababi o'quvchilarimizni kelajagi bu O'zbekistonning kelajagi bilan bog'liq bo'lganligi uchun bu o'zim uchun juda mas'uliyatli vazifa deb qarayman. Yangi O'zbekistonni oltin kadrlari bo'lib yetishayotganligini ularni qalbiga sola olsak, ularni ruhiga kira olsak, bu nazoratni ham talab qilmaydigan holat bo'ladi. Lekin ba'zi paytda o'quvchilar yosh bular, futbol o'ynagisi keladi yoki boshqa o'yinga berilib ketib qolish holatlari bor. Albatta ular ham yosh. Ularga ham albatta sharoitlar yaratilgan. Mana suzish to'garagimiz bor. Bu chiniqish uchun, keyin kamondan o'q uzish. Lekin hammasini jamlaganimizda bu birinchi o'rinda
muhtaram prezidentimizni bizni o'quvchilarga, iqtidorli o'quvchilarga yaratgan imkoniyatlarini natijasi, samarasi deb hisoblayman. Ayni paytda ayrim davlatlarda ta'lim sifati pasayib borayotgani kuzatilmoqda. Masalan, PISA 2022 natijalari va 2024-yilda e'lon qilingan tahliliy hisobotlarga ko'ra, AQSh, Buyuk Britaniya va Fransiyada pandemiyadan keyin o'quvchilarning matematika va o'qish savodxonligi pasaygan. Bu esa ta'limga tizimli yondashuv qanchalik muhim ekanini yana bir bor isbotlaydi. Men o'zim o'quvchilarimga aytaman, hamisha ta'kidlaydigan gapim bor. Yo ustozni yaxshi ko'ring, yoki fanni yaxshi ko'ring. Fan orqali ustozni yaxshi ko'rasiz, yoki ustoz orqali siz fanni yaxshi ko'rasiz deb aytaman. Shu jumladan mana bu Abdurashid haqida gapiradigan bo'lsak, Abdurashid ilgari rus tiliga ixtisoslashgan maktabda ta'lim olgan, lekin 7-sinfga kelgandan buyon mana 5 yildan beri dars berib kelayotgan bo'lsam, mana agar gaplashib nutqini ham ko'rishlaringiz mumkin. Shu darajada ravon, o'zlashtirishlari, qobiliyati, iqtidorini bemalol namoyon eta oladi. Hammasi qat'iyatli, mas'uliyatli. Avvalosi eng havas qiladigan mana shu o'quvchilarimizga havas qiladiganim bu vaqtni taqsimotini to'g'ri qo'ya olganlari. Vaqtni taqsimotini to'g'ri qo'ya olgan yoshlar borki, ularni biz kelajagidan xavotir olmasak bo'ladi. Ana shunday yoshlarimizga, kelajagidagi mana havas qilayotgan yoshlarga bu yigitlarimiz bemalol o'rnak namuna bo'la oladigan yoshlarimizdir. 2023-yildan boshlab biz maktabimizda qaldirg'ochlar chiqishni boshladi. Mana 224 nafar birinchi bitiruvchilarni bitirgan bo'lsa, ulardan 6 nafari hozirda nufuzli xorijiy universitetlarda o'qiyapti. Men o'sha 23-yilda xalqaro maktablar tashkiloti CIS bizni tekshiruv uchun kelgan paytida menga bitta talab qo'ygan edi. Maktab direktori o'quvchilar bilan ochiq bo'lish kerak. Ya'ni munosabatlarda, muloqotda ochiq bo'lish kerak. Shuning uchun sen ular o'quvchilar maktab direktoriga shunday gapira olish kerak. Do'stona munosabat bo'lish kerak. Bolaga do'stona maktab taomili asosida bo'lish kerak deb aytgan edim. Men o'sha yiliyoq o'quvchilar bilan o'zimni kanalimni ochganman. Ya'ni gruppamiz bor. Telegram guruhimiz orqali o'quvchilar men o'quvchilar bilan faqat o'zim, u yerda hech kim yo'q, faqat o'quvchi va men bor. O'sha maktabimizning nechta o'quvchisi bo'lsa, o'sha kanalda, o'sha nimada gruppada bor bular. Aytmoqchi nimadan kelyapman? Bizni maktabimizda kim qayerga topshirishi uchun birinchi yilda bitirgan qaldirg'ochlarimiz o'zi maktab yaratib bo'lishdi ular. Ukalariga tavsiya berishadi bular. Mana joyga topshiringlar, mana yo'nalish yaxshi. Aytaylik, Abdurashid, siz mana yo'nalishga topshirsiz, Gangonga topshirsiz, siz 100% grant yutish imkoniyatingiz bor deb G'aniboy Begmurod degan yigitimiz o'tgan yil bitirgan, hozir o'sha Gangkongda o'qiydi. Bu nima demoqchiman? O'quvchilar bir-biri bilan integratsiya qilyapti hozir. Ya'ni kattadan kichikka ustoz shogird tizimi shakllanib bo'ldi bizda. Bu joyda meni ham, ota-onalarni ham dan ko'ra ko'proq o'quvchiga bo'lgan munosabat rivojlanib ketdi. Ko'proq ular maslahatlarni o'zlarining akalaridan, ya'ni birinchi qaldirg'ochlarimizdan olib hujjatlarni topshirishyapti hozir. Farg'ona Prezident maktabi o'quvchilari uchun bu maskan faqat bilim olish joyi emas, balki ikkinchi uyga aylangan. Ular maktabni o'z imkoniyatlarini ochib bergan, orzularini shakllantirgan muhit sifatida qabul qiladilar. Ko'pchilik bizni ta'lim tizimimizda, ya'ni prezident maktablarida yotoqxonali maktab bo'lganligi uchun ham biroz cho'chinqirashi mumkin, lekin shunga qaramasdan bolalarimiz, ya'ni o'quvchilarimiz uylariga borishgandan keyin 2 kun uylarida bo'lib, yakshanba kuni bizga qaytishadi. Dars faoliyatlari boshlanganda sog'inib qaytishadi. Mana shu muhitdan ketgilari kelmaydi. Ta'lim tizimidan va holanki uyga borganlarida ham uzilishni xohlashmaydi. Hatto ana shu dam olish kunlari ham ustozlar bilan aloqada turishadi. Biz bilan doimiy aloqada bo'lishadi. O'zi aslida maktabimiz sen fanlarga ixtisoslashtirilgan, ya'ni dunyo tan olgan, hamma joyda bir xil o'sha talab bo'layotgan fanlarga ixtisoslashgan bo'lishiga qaramasdan, lekin o'zimizdagi mahalliy fanlar ham juda ham chuqurlashtirib o'tiladi. Shuning uchunmi bolalar, ya'ni o'quvchilar bizni tizimimizda zamonaviylik bilan milliylikni ham birga qorishtirib o'tilayotganligi uchun o'zlarini begona holatda tasavvur qilishmaydi, o'zlarini erkin tasavvur qilishadi. O'quvchilarning dunyoqarashi juda ham keng va biz
aytadigan vazifalardan, ya'ni fikrlardan, ularga singdiradigan gaplarimizdan yana biri, dunyoga quchoq ochib boryapmizmi? O'sha zinama-zina dunyoga quchoq ochib boramiz. Avval o'zimiz, keyin mahalliy va undan keyin ana shu umumiy degan tarzdagi qarashlarimiz bilan bolalarimiz bilan qadam va baqadam yuqorilayapmiz deb o'ylayman. Bu o'quvchilar mamlakatning intellektual yoshlari. Ularning bilimli, vatanparvar, innovatsion fikrlaydigan va global raqobatga tayyor bo'lishi eng katta umiddir. Bu yoshlar kelajakda davlat boshqaruvi, ilm-fan, tibbiyot va texnologiya sohalarida yetakchi bo'lishi kutilmoqda. O'quvchilarimizga aynan meni o'zim, boshqa ustozlar ham ko'p bu narsani ta'riflaydi, ta'kidlaydi. Siz jamiyatimizga keraksiz. Siz kerakli insonsiz. Siz o'zingizni potensialingizni, kuch-quvvatingizni mana shu xalqni rivojlanishi uchun sarflashingiz kerak. Va bu yo'lda hech qayoqqa og'ishish ketmaydi. Sizni orqangizda xalq turibdi, sizni orqangizda jamiyat turibdi, sizni orqangizda ota-onangiz, biz ustozlar turibmiz. Biz sizga ishonyapmiz va sizlar bularni bemalol cho'qqilani zabt eta olasizlar, uddalaysizlar. Eng ko'p ta'kidlanadigan narsa o'quvchilarga berilayotgan rag'bat mana shu gaplardan iborat. Bolalarimiz bu narsani juda ham yaxshi qabul qilishadi va o'zlarida ishonch bilan oldinga harakat qilishadi bolalar. Farg'ona Prezident maktabi viloyatimizdagi eng nufuzli ta'lim muassasalaridan biri. Bu dargohga kirishni istagan o'quvchilar soni yildan-yilga ortib bormoqda. Sababi esa aniq. Zamonaviy sharoit, xalqaro standartlarga asoslangan o'qitish tizimi va eng muhimi, bu yerda ta'lim olayotgan yoshlarning katta yutuqlari. Har bitta hududda bittadan lokomotiv tarzda qurilgan prezident maktablari mana bugungi kunimizga kelib, ilk o'zini ishlarini 2019-yilda boshlagan bo'lsa, mana 2026-yilga kelib o'zini mevalarini, o'zini natijalarini bera boshladi. Xususan, mana Farg'ona shahrida prezident maktabi ham 11-sinf bitiruvchilaridan gapiradigan bo'lsak, bu mana 5 nafar o'quvchimiz muddatidan avval early decision deymiz, muddatdan avval 100% jahonni top 70 taliga kiradigan universitetlarga qabul qilinib bo'ldi. Mana bevosita Sobira Dilafruzxon Salohiddin qizi aytsak bo'ladi. Yurtboshimiz yaratib bergan imkoniyatni qanaqangi kuchga ega ekanligini amalda isbotlab berdi. Samandar Nomonov Farg'ona Prezident maktabining 11-sinf o'quvchisi. U AQShning top 30 taliga kiruvchi nufuzli oliy ta'lim muassasalaridan biri. Lafayette universitetiga o'qishga qabul qilindi. Samandarning orzusi dunyoga mashhur Ferrari avtomobillari muhandislari kabi yuqori darajadagi mutaxassis bo'lish. U kelajakda O'zbekiston avtomobilsozlik sanoatida yangi g'oyalar, innovatsion yechimlar yaratishni maqsad qilgan. Bizda mana shu Amerikaga qabul qilingan, Lafayette universitetiga qabul qilingan Samandar Nomonov Samandar o'quvchimiz o'ziga xos dunyoqarashi bor. Mas'uliyatli, qat'iyatli o'quvchilarimizdan biri. Berilgan topshiriqni o'z o'rnida bajaradi. Ustozga hurmat bilan bir qatorda o'zini ham qarashlarini singdira oladi, o'zini ham fikrini o'tkaza oladigan, o'zini ham fikrlarini bemalol himoya qila oladigan o'quvchilarimizdan biri hisoblanadi Samandar. Shu taraflama ham ustozlarning ham hurmatiga sazovor bo'ladi. Men Amerikadagi Pensilvaniya shtatida 28-o'rinda turadigan Lafayette universitetiga 100% grant bilan qabul qilinganman. Bu universitet o'zim soham bo'yicha eng yaxshilardan hisoblanadi. Bundan tashqari men universitetni Lafayette universiteti bundan oldingi paytlarda ham Nobel mukofotiga laureatlar chiqargan, aynan mana shu fizika sohasi bo'yicha. To'g'risi prezident maktabiga kirganimdan beri mana shu chet eldagi o'qishlarga qiziqaman. Amerikadagi mana shu Lafayette universitetiga qiziqib qolgan yana bir asosiy sababi bu universitetda o'zining Formula 1 mashinalari bo'yicha, ya'ni Formula 4 mashinalari bo'yicha turli xil laboratoriya eksperimentlari bor. Mana mevasini beryapti. Qatori Dilafruz singan ularni tengqurlar sinfdoshlari. Ha, ularga Abdurahmon Samandarda ham men bemalol Dilafruz qatori bir bilimli, chuqur salohiyatga ega inson o'quvchilar qatoriga qo'sha olaman. To'ppa-to'g'ri. Mana o'quvchilarimizdan No'monov Samandarbek bu yigitimiz o'sha 9-sinfdan boshlab startup loyihalariga qiziqishni boshlagan. IT kamplarda ishtirok etdi va bu orqali o'zini bilimini rivojlantirib bordi. Va shundan biz ko'ramizki, Lafayette universiteti jahonda top 30 taliga kiradi. Mana bu orqali o'zini
yo'nalishini topdi. Chunki Samandarda IT sohalariga qiziqish, kompyuter injenerligi sohalariga qiziqish juda ham muhimda u uchun. Shuning uchun ham u bor ishtiyoqini, bor mehrini shu fanlarga berdi va bu o'z natijasini ko'rsatdi. Biz Prezident maktablarida MUN deymiz, Moderated United Nations tadbirlari. Bunda Birlashgan Millatlar Tashkilotining kichik ko'rinishi o'tkaziladi. Bu tadbirlarda butun viloyatlar bo'yicha, respublikamiz bo'yicha o'quvchilar, qiziqqan insonlar ishtirok etadi. Bunda Samandar koordinator bo'lib ishtirok etardi 2 yildan beri. Bu ham uni kollaboratsiya qilish, insonlar bilan chiqisha olish qobiliyatlarini o'stiradigan deb o'ylayman. Chunki albatta 100% grantni yutish uchun faqatgina akademik salohiyat emas, balki uni insonlar bilan, ya'ni jamiyatga foydasi qanchalik tegishi ham muhim hisoblanadi. Shuning uchun ham jamiyatga foydasi tegadigan startaplarni amalga oshirgani va o'zini ko'rsata olganlari sababli Samandar muvaffaqiyatga erishdi. Samandar ham bitta xislati bor, u xotira juda ham kuchli Samandar. Xotira super xotira Samandarda. Chunki men ko'p sinaganman Samandarda xotirasini. Fanlar bo'yicha berilgan topshiriqlarni yodlab qolish, insonlarni yuzlarini tanib qolish, bu xislatlari Samandarda albatta kelajakda yuqori saviyadagi mutaxassis bo'lib yetishga yordam beradi deb o'ylayman. Yana bir faxrimiz Abdurashid Abdubannopov. U Gonkongdagi dunyoning top 100 talik qatoriga kiruvchi nufuzli oliy ta'lim muassasalaridan biriga 100% grant asosida o'qishga qabul qilindi. Abdurashid tibbiyot sohasida o'z o'rnini topish, inson salomatligi uchun xizmat qilishni hayotiy maqsad deb biladi. Abdurashid birinchi ko'rganimda u anchaga sho'x bola edi. Sho'x bola edi. Keyin dadasini chaqirtirganman maktabga. Chaqirtirib, o'g'lingizni yaxshiroq qarab qo'ying, bu sho'xlik qilyapti deganman. Shu 8-sinfdan keyin Abdurashid o'zi bilimi kuchli bola edi. Sho'xligi qoldi buni. Sho'xligini bu sho'xlikdagi g'ayratini, kuchini bilimga yo'naltirdi va 9-sinfda ingliz tili viloyat olimpiadasida faxrli 2-o'rinni oldi. 1-o'rinni Sobira Dilafruz qizimiz oldi. Abdurashid o'zgardi. Abdurashid keyinchalik harakat qildi. Ingliz tilidan 10-sinfda 1-o'ringa chiqdi. Ya'ni 2-o'rinni Sobira Dilafruz oldi. Bu sog'lom raqobat bor-da bularda orasida. Ya'ni o'quvchilar orasida bu narsa hammamizda ham bo'ladi. Albatta sog'lom raqobat deganda havas bilan qarash, ularni o'qishga qiziqib motivatsiya olish, do'stidan qarab o'rnak olish kabilarni nazarda tutsak bo'ladi. 11-sinfga borib, mana yaqinda olimpiada bo'ldi. 0.30 ball bilan 1-o'rindan farq qilishdi. Ikkalalarini balli teng kelib qoldi. Dilafruz qizimiz bilan Abdurashid balli, ularga qo'shimcha savol berildi. Abdurashid yana 2-o'rinni oldi. Aytmoqchi bo'lganim, Abdurashid o'zini g'ayratini, o'zini sho'xligini ta'limga yo'naltira olgan o'quvchi. Men Gonkongdagi ikkita universitetga qabul qilindim. Ularda sanab o'tadigan bo'lsam, birinchisi Hong Kong Polytechnic University, dunyo bo'yicha 54-o'rinda turadi va ikkinchisi City University of Hong Kong. U universitet dunyo bo'yicha 63-o'rinda turadi. Universitetlarga kirishimda eng katta sabab meni onamlarda menga bo'lgan ishonchlari hamda ko'rsatmalari bo'lgan. Ya'ni onamlar 2-sinfda meni ingliz tiliga olib borganlar. Ko'pgina yutuqlarim ham ingliz tiliga doir. Masalan, 2023-yilda 9-sinflar orasida bo'lib o'tgan viloyat olimpiadasida 2-o'rinni qo'lga kiritganman. 10-sinfda 1-o'rin va 11-sinfda 2-o'rin bo'ldi va respublika bosqichi yaqinda martda bo'lib o'tadi. Bundan tashqari, ingliz tilidan xalqaro olimpiadaga ham qatnashganman. ILO xalqaro olimpiadasi. Biz jamoa bo'lib Farg'onadan bitta terma jamoa qurganmizda va respublikada 1-o'rinni olganmiz. Respublikadan keyin Iordaniyaga borganmiz va u yerda ham yaxshi o'rinlarni olganmiz. Nominatsiyalar va reyting bo'yicha 3-o'rinni olganmiz. Mana shu yutuqlarim hamda SAT, IELTS va AS leveldan olgan ballarim menga mana shu universitetlarga kirishga ancha katta yordam berdi deb o'ylayman. Samandar va Abdurashid ham bu maktabga ilk bor qadam qo'ygan paytda katta orzular bilan birga mas'uliyatni ham his qilgan. Yangi muhit, yuqori talab va raqobat ularni yanada chiniqtirgan. Ilk kunlardagi hayajon bugungi muvaffaqiyatga aylangan. Shu asosiy qo'rquvlarimdan biri shu tengdoshlarimdan har xil jihatlardan asosiysi bilim bo'yicha qolib ketish. Masalan, 7-sinfda prezident maktabiga kelganimda menda shunday qo'rquv bo'lgan. Ya'ni bu yerdagi hamma o'quvchilar, barcha sinfdoshlarim mendan kuchli bilim bo'yicha va boshqa fanlarda mendan ancha kuchli bo'lishadi deb o'ylaganman. Va qisman mana shu o'ylagan fikrlarim to'g'ri bo'lib chiqqan.
lekin mana shu 1 yil 2 yil davomida men ancha ustozlarimdan yordam olib, ya'ni sinfda liderlardan bo'lib oldim va mana shu qo'rquvimni o'zim yengdim deya olaman. Ustozlarimiz aytishgan, sizlar O'zbekistonni oltin boyligisizlar. Sizlar agar chet elga ketyapsizlarmi, mana shu O'zbekistonni butun g'ururini olib ketyapsizlar va O'zbekistonni boshqa davlatlarga ham tanishlaring kerak. Keyinchalik bilim, tajribalar olib kelganlaringdan keyin O'zbekistonni yana ham rivojlantirishlaring kerak. Farg'ona Prezident maktabining o'quvchilari o'z yutuqlari bilan xalqaro maydonlarda O'zbekiston nomini munosib tarzda tanitmoqda. Gonkongdagi universitetlar asosan STEM fanlariga, ya'ni matematika, kimyo, biologiya, fizika fanlariga ixtisoslashtirilgan bo'ladi. Hamda ularda tadqiqot olib borish, ya'ni ma'lum bir mayda yoki detalli mavzuga chuqurroq o'rganishga imkoniyatlari, ya'ni laboratoriyalar yoki professorlar bilan birga ishlash imkoniyatlari juda ko'p. Shu sababdan boshqa davlatlarga nisbatan menga Gonkong juda yoqdi. U yerda olgan bilimlarimni O'zbekistonga qaytarib berishim kerak. Chunki prezidentimiz, agentligimiz bizga shunday sharoitlar yaratib berdi va bizga bu bo'ynimizdagi qarz deb hisoblayman. Ana shu qarzni o'z bilimlarimiz bilan, o'z malakalarimiz bilan kelajakda o'zimizni yo'nalishimizni rivojlantirgan holda qaytarib berishimiz kerak. Xususan meni yo'nalishim biomedical engineering bo'lgani tufayli men mana shu sohada yangi innovatsiyalar, yangi g'oyalarni olib kirmoqchiman kelajakda. Ya'ni bilamiz, biomedical engineeringda biz har xil kasalliklarni, masalan, diabetlarni sun'iy intellekt texnologiyalar orqali davolash usullarini ko'rib chiqsak bo'ladi. Va mana shu soha butun dunyo bo'yicha endi rivojlanmoqda va O'zbekistonda ham mana shu sohani ilg'or ravishda rivojlanishiga hissa qo'shmoqchiman. Men o'zim eng yoqtirgan kitobim James Clear'da Atomik odatlar kitobi yoqqan. Bu kitobda birinchi marta 9-sinfligimda o'qiganman. O'sha paytda o'zida meni maqsadlarim qo'yishimga, odatlarimni rivojlantirishimga yordam bergan eng katta kitoblardan bittasi mana shu kitob bo'ladi. Bu kitobda asosiy maqsadi ham kichkina o'zgarishlar katta natijalarga olib keladi deb aytiladi. Qanaqa o'zgarishlardan qat'iy nazar har kuni kichkinagina o'zgarish qilishimiz bu bizni kelajakdagi maqsadlarimizga yana yaqinlashtiradi. Bu kitob va men o'zimda hayotimda qiyoslab aytadigan bo'lsam, mening hayotimdagi bu Prezident maktabi juda ham katta o'zgarish bo'lgan, ya'ni burilish qismi deb ayta olaman. Erishgan yutuqingizni ota-onangizga aytganingizda qanaqa xursand bo'lishdi yoki ustozlaringiz qanaqa bir fikrlar bildirishdi? O'zi mana shu universitetdan xat kelgani payti endi uxlab turgan edim. O'zi juda boshqacha voqea bo'ldi. Dadamlar ish bilan boshqa viloyatda edilar. Ayamlar uyda edi. Xatni ochganimdan keyin ayamlarga birdaniga aytdim, "Aya kiribman" dedim. Ayamlar xursand bo'lib, o'sha sal yig'lab olishdi, ya'ni xursandchilikdan. Ukamlarga aytdim, barcha xursand bo'ldi. Dadamlarga telefon qildim, dadamlar o'sha men bilan faxrlanishini shularda aytishdi. Va o'sha kuni maktabga nazorat ishi topshirgani kelishim kerak edi. Kelganimdan keyin o'sha maktabimiz direktori Obidxon Nurxo'jayevichga hamda boshqa o'qituvchilarimga aytdim. O'qituvchilarim ham juda samimiy tilaklar bildirishdi va aytishdiki, biz sizdan buni kutgan edik, siz maktabimizda eng yaxshi o'quvchilardan biri edingiz. Shunday fikrlarni bildirishdi. Ana o'zingizni farzandingiz ham mana shu maktabda o'qishini istarmidingiz? Bu endi eng katta orzulardan biri. O'zimni farzandlarim juda ham xohlardim. Qavmi qarindoshimiz, umuman olganda hamma o'zbek xalqini farzandlari o'qishga loyiq, mana shunday maktablarda o'qishga loyiq va hamma orzu qiladi bunday maktablarda o'qishni. O'zimni farzandlarimni ham bajonidil topshirtirgan bo'lardim, lekin ular hozir oliy ta'limda o'qishadi o'zimni farzandlarim, lekin orzu nafaqat o'zimni farzandlarimga. Qani endi yosh bo'lib qolsa, mana shu partalarda, mana shu o'quvchilardek o'zimiz o'qisak. O'zimiz ta'lim olsak, mana shu ustozlardan o'zimiz o'qisak, dunyoga yana boshqacha qadam qo'yarmidik, yana ham boshqa dunyolarni kashf qilarmidik, O'zbekistonni gullab yashnashida yana ham boshqacha bir hissa qo'sharmidik deb. Hozir ham qo'shayotgan hissamizdan mamnunmiz. Mana shu farzandlarimizni, o'quvchilarimizni kelajakdagi natijalari Xudo xohlasa jamiyatimizni ham, xalqimizni ham shu qatori biz ustozlarni ham xursand qiladi deb ishonch bildiramiz. Samandar va Abdurashid kabi bitiruvchilar yoshlarga bitta maslahat beradi. Vaqtni qadrlash, ko'p o'qish va o'ziga ishonish. Ularning fikrlariga ko'ra, Prezident maktabi imkoniyatlar maydoni. Undan foydalanish esa o'quvchining o'ziga bog'liq. Bizdan kichik bo'lgan ukalarimga maslahat beradigan bo'lsam, ularda shunday fikr bo'lish kerakki, endi bu yog'iga hayot hech qachon osonlashmaydi, qiyinlashaveradi. Ya'ni har bir sinfdan yuqorilashsa,
hayot va o'qish qiyinlashaveradi va inson mana shu narsalarga doim tayyor turishi kerak va doim o'ziga ishonch bo'lishi kerak. Agar o'zingizga ishonmasangiz, yutuqlarga erishishingiz juda qiyin. Agar o'zingizga ishonib, yaxshi harakat qilsangiz, albatta nasib qilsa, mana shu maqsadlarga albatta erishasiz. Mahalladagi do'stlarim ko'pincha shunday aytishadi. Ya'ni sen shunday joyda o'qiysan, sen agar prezident maktabini bitirsang, O'zbekistondagi barcha universitetlarga grant asosida qabul qilinsang bo'ladi deb havas qilishadi. Lekin men ularga aytaman, sizlarda ham mana shunday sharoitlar bor. Aynan chet elga ketish uchun yoki top universitetlarga kirish uchun aynan prezident maktabida o'qish kerak degan aniq bir qoida yo'q. Agar inson chin dildan xohlasa, o'ziga berilgan kichkina sharoit bo'lsa ham undan to'g'ri foydalanib, bemalol yutuqlarga erishish mumkin. Prezident maktablarida xorijdan kelgan xalqaro ustozlar ham dars o'tadi. Ularning ta'kidlashicha, O'zbekiston o'quvchilarining bilimga chanqoqligi va tahliliy fikrlashi jahon darajasida raqobatbardosh. Ustoz, bugungi yoshlarga, bugungi o'quvchilargacha chetdan qarab havas qilasiz. Ular uchun hamma narsa bor. Sharoit desin, imkoniyat desin, xorij. Hamma o'quvchi xorijga chiqishni xohlaydi. Shu bilan birga yosh kattalar ham chiqaman desa dunyo eshiklari ochilganda, aynan bu borada prezident maktabida qanday imkoniyatlar bor? Imkoniyatlar eshigi juda ham keng-da, chunki bizda mana xalqaro darajadagi ustozlar ta'lim beradi. Ular ham ma'lum bir chig'iriqlardan o'tib, saralab olingan ustozlar ham va o'z-o'zidan bilamizki, mana shu imkoniyat darajalari kengligida yana biri bular butun dunyo xalqlarini, qadriyatlarini, urf-odatlarini ham o'rganadi. Nafaqat ilmini, balki o'sha qadriyat, urf-odatlarini ham o'rganib turib, o'zimizniki bilan qiyoslay oladi shuni. Va o'zimiznikini ham dunyoga qaysi taraflama olib chiqsak bo'ladi. Ko'rsata olsak bo'ladi. Ana shu taraflarini ham tahlil qilib olib chiqib bera oladi. Bu taraflama prezident maktablari eng katta yo'lni ochib bergan va boshlab bergan eshik deb ayta olamiz bemalol. From England, I've been working in London. Men 20 yildan ortiq vaqt davomida Angliyada ishlaganman. O'zbekiston rivojlanayotgan davlat, o'zining ta'lim tizimini yo'lga qo'yib bormoqda. Mening eng ahamiyat qaratmoqchi bo'lgan narsam shuki, prezident maktablari bir narsani isbotlagan. Bu joyda bolaning kelib chiqishidan, ijtimoiy kelib chiqishidan qat'iy nazar, u boy oiladanmi, kambag'al oiladanmi, oddiy oiladanmi, uzoqdagi tumanlardan kelganmi, biz ularga bir xil imkoniyatni berganmiz. Undan talab qilinadigan narsa faqat talant, ya'ni iqtidor xolos. Iqtidori va ishtiyoqi bor bolalarni o'qityapmiz. Va yana bitta narsani aytmoqchiman. Bu joyda, hamma joyda bo'lgani kabi, o'quvchilarni qanday qilib yuqori natijaga erishishga ruhlantirishimiz kerak, motivatsiya berishimiz kerak. Bu narsa juda muhim o'rin tutadi. Bu Angliyada ham, O'zbekistonda ham shunday. Farg'ona prezident maktabi o'quvchilari yuqori intellektual salohiyat, mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuv bilan ajralib turadi. Bu salohiyat to'g'ri yo'naltirilsa, mamlakat kelajagi uchun mustahkam, poydevor bo'ladi. As I explained before, this school has many talented Bu ikki o'quvchimiz yaxshi natijalar ko'rsatishdi. Bu joyda bitta narsa muhim ahamiyatga ega. Bunda natijaga erishgan o'quvchilarning o'zidan keyingi 9-10 sinf o'quvchilarini qanday qilib ruhlantira olayotganligi. Yosh o'quvchilarning ularga ikkita savoli bor. Siz qanday qilib bu darajaga erishdingiz va top universitetlarga qanday qilib o'qishga kirsam bo'ladi degan savollariga bu natijaga erishgan o'quvchilar albatta javob berish orqali natijaga erishmoqdalar. Mening hozir 5 nafar nabiram bor. Ularning eng kattasi 12 yoshda. Mening bitta niyatim bor. Agar ruxsat berilsa, ularni men Farg'ona prezident maktabiga olib kelib aylantirmoqchiman, ko'rsatmoqchiman. Mana, O'zbekistonda bunaqangi maskanlar bor. Ta'lim, ziyo maskanlari. Ular albatta bundan motivatsiya olgan bo'lardi. It does something to you in your spirit. Farg'ona prezident maktabi o'quvchilarining yutuqlari kun sayin yangilanib bormoqda. Navbatdagi muvaffaqiyat sohiblaridan biri Azizbek Muxtoraliyev. U Farg'ona prezident maktabining 9-sinf o'quvchisi bo'lib, xalqaro IELTS imtihonidan 8,5 ball natijani qo'lga kiritdi. Ta'kidlash joiz, bu ko'rsatkich Farg'ona prezident maktabi faoliyati davomida ikkinchi marotaba qayd etilmoqda. Yosh bo'lishiga qaramasdan Azizbek yuqori darajadagi til bilimi, qat'iyat va izchil tayyorgarlik orqali bunday natijaga erishdi. 2-sinfda ingliz tiliga qiziqishni boshlaganman. 2-sinfda chet ellik ustozlar bilan gaplashganman juda ham ko'p. Shunday qilib ingliz tili rivojlangan. Bundan tashqari akam ham IELTS sertifikatini qo'lga kiritishgan. Shu menga bundan ham kattaroq motivatsiya bo'lgan. Prezident maktabiga o'qiyotganimga mana 5 yil bo'lyapti. Shunday natijaga erisha oldim. Prezident maktabini juda ham katta yordam bilan. Chunki bu yerdagi ustozlar ham, asosan chet ellik ustozlar ham juda ham katta yordam berishgan menga. Farg'ona shahrida prezident maktabi
tarixdagi ikkinchi 8,5. Bundan oldin Muhammadali Nazarov o'zimni juda ham yaqin akam ham bu narsaga erishgan. Shu narsa chiqqungacha ham juda ham intiqlik bilan kutdim. Albatta o'zimga ishongan edim. Chunki har bir imtihonni yaxshi topshirgandim, yaxshi yozgandim. Lekin baribir natijasi eng muhim edi. Shu chiqdi, birinchi o'rinda ko'rganimda hech kimga aytganim yo'q, hech kim bilgani yo'q edi. Taxminan yarim soatcha hech kimga aytmasdan o'tirdim, o'yladim rosa. Juda ham ichimda xursand bo'lib, o'zimga o'zim sig'may ketdim. Keyin eng birinchi bo'lib ustozimga jo'natdim, undan keyin ota-onamga jo'natdim. Ustozim tabrikladi, bu endi birinchi qadam deyishdi. Ota-onam ham tabriklashdi. Bundan ham katta natijalar kutib qolamiz deb. Shu natijadan keyin kattaroqqa erishishga harakat qilaman. Hali SAT o'qiyman, hali universitetga kirishga harakat qilaman va xudo xohlasa Garvardga kirish eng katta maqsadim. Hozir endi maktabimizda umuman Oksfordchilar, Garvardchilar tayyorgarligi qanday? qanaqa bo'ladi? Umuman havasda 9-sinf, 10-sinf o'quvchilari ham 1 yildan keyin akalariga o'xshab birovga topshirishadi. Qanaqa bo'lyapti ularga natija? Qanaqa ta'sir qilyapti? Hozirda mana Prezident maktabimizda 9-10-sinflardagi o'quvchilarni natijalarga qaraydigan bo'lsak, men xursand bo'lgan jihatim 10-sinfdan 3 ta 8 chiqdi IELTS. 3 ta 8. Bitta qizimiz 8.25 chiqdi. U agar apellyatsiyaga bersa 8,5 bo'ladi. Shu paytgacha bir marta 8,5 chiqqan xolos bizdan. Nazar Muhammadali degan 2024-yilda bitirgan o'quvchimiz 8,5 olgandi IELTSda. Nima degani? Bu yildan yilga o'quvchilarda bilim saviyasi, yuqori natijaga erishish motivatsiyasi yildan kuchayib boradi. Va bular albatta o'zidan oldingi qaldirg'ochlardan ko'ra yuqoriroq natija ko'rsatishi kutilmoqda. Shuning uchun ham 9-sinflarimizdan ham umidlarim katta, 10-sinflarimizdan ham albatta ular akalari mana bugungi natija ko'rsatgan akalari va opalari ko'rsatgan natijalardan ham zo'r natijalar ko'rsatadi degan umiddaman. Men o'zim orzu qilaman Princeton universitetini, chunki Amerika Qo'shma Shtatlarida Princeton universiteti top 10 talikka kiradi va aytaylik Garvardni 10 dan ortiq prezidentlar tamomlagan bo'lsa, Princetonda 7 nafar Amerika prezidentlari bitirgan. Shuning uchun ham o'quvchilarimdan shunaqangi top universitetlarga kirishlarini, muhtaram prezidentimizning bizga bildirgan ishonchlarini to'laqonli oqlashlarini doim xohlayman va ularga shu maqsadni miyalariga singdirishga harakat qilaman doim. Bu yoshlarning yutug'i tasodifiy muvaffaqiyat emas. Bu mehnat, intilish, bilimga bo'lgan chanqoqlik samarasidir. Ular prezident maktablarida yaratilgan imkoniyatlardan to'g'ri foydalanib, orzularini aniq maqsadga aylantira olgan o'quvchilardir. Bugun ularning yutug'i ertangi yoshlar uchun ilhom manbai. Balki navbatdagi lavhalarimizda Samandar, Abdurashid yoki Azizbekning o'rnida sizning yutug'ingizni e'tirof etarmiz, aziz o'quvchilar.